Dadamning yonida kim bor? Eski tanish ekan. Shu kunlarda juda serqatnov bo'lib qolgan. Lekin avval hech ham ko'rmagandim. G'alati gaplar gapiradi. Bilasan, eshitishga sabrim yetmaydi. Adilbey bilan anchadan beri do'stmiz. Avvallari tez-tez uchrashib suhbatlashardik. Seni tayyorlaganlardan ustozi bizmiz. Men Denis, dadangizning advokatiman. O'zi tomonidan vasiyatini sizga bildirishga mas'ulman. Vasiyatga ochyor. Umar otani bilmaysan. Istasa eng katta mafiya bo'ladi. Omonatni bermaydi, sir bermaydi, faqatgina nasihat beradi. Bir hafta ichida mendan xabar kelmasa, ustiga yozilgan manzilga o'z qo'lingiz bilan yetkazsangiz sizdan minnatdor bo'laman. Siringizni saqlay olaman. Ikki kishining bilgani sir emas.